Turmush o'rtog'im turk, man o'zbek, biz Koreyada yashaymiz. Bizni har kuni qiynaydigan problemamiz bor. Bu bugungi kechki ovqatga nima ovqat yeymiz. Homilador bo'lganligim sababli oxirgi paytlar umuman ovqat qilgim kelmayapti. Bilmayman, bu ham birorta toksikoz bo'lsa kerak, lekin xo'jayinimga o'zing ovqat qilam deyolmayman, chunki ishdan charchab keladi. Bugun shu kunlardan biri xo'jayinim ishdan charchab keldi, ovqat qilmadi. Man oshxonaga umuman kirgim kelmayapti. Koreyskiy ovqat zakaz qilaylikmi, ko'chadan olib kelaylikmi deb o'ylagandik. Koreyskiy ovqat yegim kelmayapti. Oxirgi paytlar koreyskiy ovqatni umuman suymayapman. So'ngra o'zimni aldashni boshladim. Chiroyli video olaman, shu bahonada bitta chiroyli ovqat qilaman deb bo'yandim sizlar uchun. Sizlar uchun kiyim kiydim va mana shu kamera uchun chiroyli ovqat qilishni boshladim. Homiladorligim oxirgi paytlar juda ham injiq bo'lib qolganman. Hech narsa yoqmaydi, ayniqsa ovqat. Keyin bugun shunaqangi baqlajonli salat yegim keldi. Shu salatni tayyorladim. Turmush o'rtog'im osh yegisi kelgan ekan. Turmush o'rtog'imga osh tayyorladim. Homilador vaqtlaringizlarda ham shunaqa bo'lib qolganman. Ovqatga injiq bo'lib qolasizlar. Men umuman injiqman, lekin oshxonaga qadam qo'ygim ham kelmaydi, borgim ham kelmaydi. O'zim uchun ovqat ham tayyorlagim kelmaydi. Shunaqa jicha injiqcha bo'lib qolganman. Turmush o'rtog'imga Alloh sabr bersin, menga insof.